Hammaga assalomu alaykum. Cherry limonadning qadrli mijozlari, bugun sizlar bilan birgalikda avtosalonimizdagi barcha modellarni birma-bir ko'rsatib o'taman. Birinchi o'rinda Tigo 2 Pro avtomobillari. Buning asl narxi avval 214 million 900 ming so'm bo'lgan. Hozirgi kunda 25 million so'm foyda bilan 189 million 900 ming so'm bilan xarid qilishingiz mumkin. Bir turbina motor 102 ta ot kuchiga ega, 6 ta 7 ta rasxod qiladi. Buning dizayni yangilangan variantda chiqarilgan. Endi salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi hamma joyi eko-koja bilan qoplangan. Oldida abagrev sidenalari mavjud. Tepa qismida esa lyuk qismi mavjud. Bu avtomobilimiz hozirgi kunda Cherry oilasining eng erkatoy modellariga hisoblanadi. Endi esa keyingi avtomobilimizni obzor qilamiz. Xo'sh, endilikda keyingi modelimiz Tigo 7 Pro avtomashinasi bo'ladi. Gabaritlari katta, tog'larda ham, cho'llarda ham, tog', adir hamma joyda bemalol yurib keladigan Tigo 7 ning ushbu ko'rib turganingiz birinchi pozitsiyasi aka. 18 lik balon razmerlari, 1.5 turbina motor bor aka, 147 ta ot kuchi bo'ladi. Undan tashqari oynalarda nagrevatilniy steklo yomg'ir datchiklari bor. Mashinamiz ikki xil rejimda yuradi. Ekonom va sport rejimda yuradi. Ko'rib turibsizlar akalar. Mashinamizni ruchka qismlarida, ushlashlarda beskulchoy dostуп mavjud. Undan tashqari отпечаткасы ham bor. Salonimizga bitta kirib baho berasiz, operator. Полный ekologik koja. Ko'rib turibsiz, multi-roll, 12 cm dan 2 ta dyumli monitor bor. Undan tashqari 2 bar, 2 qavatli barimiz mavjud. Barimizda ручной электронный тормозной sistemasi, avtohol ko'rishingiz mumkin va bemalol беспроводной zaryadka, o'zingizning stakanlaringizni, kofelaringizni qo'yib qo'yish uchun joylar mavjud yetarlicha. Endi orqa qismiga o'tsak, marhamat, orqa qismi ham anchagina keng, anchagina qulay. Mana bir o'tirib ko'rsataman. Hoppa. Bo'yim 1.70 plus minus aka. Undan tashqari ham bemalol joy yetyapti. O'zimning komfortim uchun. Undan tashqari mashinamizni yana ko'rishingiz mumkin. Полный ekologik koja, orqa taraflari ham suyangichlari bor. Bemalol uzoq yo'llarga ham hech qanaqangi qiynalmasdan bemalol mazax ketishingiz mumkin. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, Cherry 7 ni orqa qismi o'zgacha dizayn, 2024-yil, 2025-yil restyling varianti. Undan tashqari kerak, bagaj hajmimiz 475 litr bagaj hajmimiz bor. Agar orqa o'rindiqlarni yotqizadigan bo'lsak, bu 1000 litr bagaj hajmiga teng bo'ladi. Bemalol xohlagan yukingizni, xohlagan narsangizni bemalol solib, tog', dala yoki xohlagan masofaga bemalol sig'ib ketadi, olib ketishingiz mumkin bo'ladi aka. Xo'p, Tigo 7 larning boshlang'ich to'lovlarini hisoblab bersak, yoki bo'lmasam aytib bersak, birinchi pozitsiyamizning narxi, zavoddan narxi 311 million 900 ming so'm. Bu hozir Cherry 7 ning barcha pozitsiyalariga 25 million so'mlik sof foyda chegirma asosida shartnomani qo'lga kiritib, bemalol mashinamizni olib chiqib ketishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lovi 25% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan to 5 yilgacha chiqarib beramiz. Eng asosiysi aka, rassrochkamiz ham mavjud. 30% boshlang'ich to'lov bilan 1 yilga chiqadi. Boshlang'ich to'lovingizni ko'paygan saningiz muddatlari ham cho'zilib boraveradi, to 3 yilgacha, 36 oygacha. Keyingi modelimiz Tigo 8 Pro avtomobili. Hozirgi narxi buning 417 million 900 ming so'm. Buni 25 million so'm foyda bilan xarid qilsangiz, 392 million 900 ming so'm bilan xarid qilishingiz mumkin. 1.6 turbina motor, 186 ot kuchiga ega. Eng noyob ranglardan bittasi. Buning salon qismiga o'tadigan bo'lsak, 360 kamerasi mavjud. Tepa qismida panorama lyuk qismi ham mavjud. Salon qismi top-toza eko-kojadan ishlangan bo'lib, salon podsvetkalari ham bor. Buning голосовой управленияsi ham mavjud. Uni ovoz bilan boshqarishingiz mumkin. Bu avtomobil 3 xil rejimga ega, ya'ni eko, normal, sport. O'zgartirishingiz mumkin o'zingizning xohishingizga qarab. Buning sidenalari elektronniy, qo'l bilan boshqarishingiz mumkin. Bu yerda esa abagrev rol.
Abograf buni yoqadigan bo'lsangiz, bemalol rul qismi isiydi. Endi esa buning balon qismiga keladigan bo'lsak, 18 razmerda buning balon qismi. Endi esa keyingi mashinalarimizni obzorga o'tamiz. Keyingi modelimiz Arizo 6 Pro avtomobili. Bunda 3 xil pozitsiya bo'ladi. Buning asl narxi 239 million 900 ming so'mdan boshlanadi. Hozirgi kunda 25 million so'm foyda bilan xarid qilishingiz mumkin. Hozir motor qismini ko'rsataman. 1.6 turbina motor, 147 ta ot kuchiga ega. Hozir balon qismlari esa 17 razmerga ega. Lyuk qismlari ham mavjud. 360 kamera. Hamda salon qismiga o'tadigan bo'lsak, top-toza eko koja. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, bu колесо удержания. 360 kamerasi mavjud. Bu yerda esa беспроводная zaryadka. Zaryad telefoningizni simsiz zaryadkaga qo'ysangiz ham bo'ladi. Ikkita oldi tomonda sidenasida abograflari bor. Bu yer esa elektronli boshqariladi. Bemalol qo'l bilan boshqarishingiz mumkin.